Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Xo'p, DXY dan nima qilmoqchiman? Boshlamoqchiman. DXY sal pastroqqa tushishni kutyapman. Tushib, keyin yana o'z yo'nalishga ketsa kerak degan fikrdaman. Xo'p, bu holatda qanday bo'ladi? Euro USD bilan GBP USD. GBP euro ham sal teparoq chiqishi kerak, samo собой, chunki DXY pastroq tushsa, bu teparoqga chiqishi kerak. Katta ehtimol bilan menimcha PVH ni olib keyin qaytsa kerak deb turibman, lekin PVH ga yetmasdan qaytishi ham mumkin. Ya'ni o'zi aslida PVH mana bu yerda bo'lsa, yana menimcha harakat qilib yana pastga tushishi mumkin. Endi ko'ramiz, kuzatamiz. Пока что dushanbaga shoshish kerak emas deb o'ylayman, sababi harakat qayerga ketayotganini aniqlab olishimiz kerak. Agar dalish ketadigan bo'lsa, tepaga chiqib ketib qolishi mumkin. Katta ehtimol bilan men bu PVH dan qaytsa kerak deb turibman. Evroni GBP USD esa PVH ga bora olmaydi deb turibman, sababi PVH GBP ga juda uzoq. Yana mana bu yoqda PVH bu yerda bo'lsa, bu yoqqa borguncha hali ancha bor. Euro birinchi borib qo'ysa kerak deb turibman. Euro borib qo'yadi, GBP bora olmaydi. O'shanda o'tgan haftaning high nuqtalarida SMT bo'lib qoladi. Ya'ni o'tgan haftani SMT PVH da deb qo'yaman. Euro USD bilan. O'shanda ideal orqaga qaytib yurib berish kerak paralar. Boya bir qaraganimda 1 soatlikda normalniy bayga qarab ketayotgan harakat ko'ryapman. Kirishga menga anaqa yo'q, tasdiq yo'q. Euroda ham, GBPda ham. Ketishga men PVH gacha hozir kiralganim yo'q. Ideya ham yo'q. Lekin agar PVH dan o'tgandan keyin pastga qarab sellga harakat qilib ko'rsa bo'ladi deb o'ylayapman. Nasdaq da ideal ATM turibdi. Ya'ni ATM boshlang'ich nuqta bugungi. Xo'sh, hozir. Tak. Anaqada ATM turibdi Nasdaqda. Hozirgi vaqtda prям kirish xato, sababi Nasdaq faqat London, New York sessiyasida ishlanadigan para bo'lganligi uchun nimani kutish kerak? New York ochilishini kutish kerak. Ideya Nasdaqda anaqa ATM sell, ya'ni mana bu tepa haylarni mojit yangilab, balkim yangilamasdan ATMga tushib yana ketishi mumkin. Endi ko'ramiz. Lekin umumiy yo'nalishim пока что bugun uchun ATM. Qayerdan kirish, chiqish hali plan yo'q. Nimadan keyin 6:30 dan keyin ko'ramiz. Xo'p, tilla faqat пока что selga ketyapti. Menimcha ham dalish ham yurishsa kerak, minimum 4000 gacha tushsa kerak deyapman. 4000 dan keyin razvorotga harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Ya'ni hozir yana teparoqqa ozgina yurib, aytaylik, hozir 34 bo'lsa, 51, 55 nuqtalarga tushib, men bu low nuqtalarni yangilasa kerak. Tilda. Nasdaqda aytdim, Euro USD, GBP USD larni ham aytib o'tdim. Menga пока что hozirgi qarashim shunaqa turibdi. Mabodo o'zgaradigan bo'lsa yoki
yana yangicha ideyalar paydo bo'lib qoladigan bo'lsa albatta bo'lishaman.